hozir tushuntirib o'tadigan narsam ozgina video cho'zilishi mumkin, lekin sizlarga aniq manfaatli bo'ladi. Mana qo'limda 12 varaqli daftar, mana 48 varaqli daftar, mana jurnal sifat daftar, to'g'rimi? 3 xil daftar bor. Sizlar bizdan qo'y zakaz qilayotganda, aslamni puli arzonroq bo'lsin deb 12 varaqli daftar zakaz qilasizlar. Bizga maslahat beryapmiz. Buni oling, sal qalinroq bo'ladi desa, go'shti qimmat bo'lib ketadi, puli ob'yomi kattalashib ketadi deyapsizlar. Keyin undan zo'ri bor, mana buni oling, go'shti ham qalin chiqadi desa, yo'q, menga umuman to'g'ri kelmaydi deyapsizlar. Sizlar ham kichkina tanlayapsizlar, to'g'ri, kimdirlar imkoniyati ko'tarmaydi, lekin kichkina qo'y olgan sari prosent berish kamayib boraveradi. Go'sht 200 mingga ham aylanar kerak bo'lsa. 200 mingga ham aylanadi. Siz hozir savol tug'ilishi mumkin. Siz shu narsani bilib turib bizga sotyapsizmi deb. Sotyapman. Chunki mayda qo'y o'zi bozorda, meni kommentariyada qassobchilikning hunarini bir marta xatya menga shu qassoblik yaxshi kommentariy yozinglar iltimos. Mayda qo'y, живой vesi 35-40 talik qo'y, prosent kam beradi, go'sht 200 mingga yaqin aylanadi. Tushunasizlarmi? Qimmat olib qo'ysa, atak 160-170 mingga aylanishi mumkin, juda qiyin vaziyatlarda. O'shaning uchun imkon qadar xatya bir 48 varaqli daftar. 50-60 kilolik qo'ylarni olinglar, живой vesi. Bitta ko'rsating ixtiyor aka. Qo'ylarni. Bunaqasi ham ko'rsating aka. Bular har doim sifati zo'r, go'shtlari yaxshi, go'shtlari qalin bo'lib, so'yganingizdan keyin prosent berish miqdori 60% aniq beradi. 60% aniq. Semiz bo'lsa 65% beradiganlar bor. Kamida xudo xolos 60% beradi. 50-60 kilolik живой vesli qo'chqonlarni maslahat beraman. Men buni olgandan keyin bizdan norozi bo'lmanglar. Chunki bunaqa qo'ylar puli hajmi kam bo'ladi, lekin miqdori uni go'shiga chaqadigan bo'lsangiz 200 mingga yaqin aylanadi. Men to'g'ri tushunasizlar. Videoni yaxshilab eshitib, keyin kommentariy yozib, tushunmasangiz tushunadigan odamga jo'natib, uni fikrini olib, yana o'zingizlarning izohini bildirib qo'yinglar. Maslahat katta qo'ylar olinglar degan maqsad emas bu yerda video. Olayotgan narsangiz puli arzonroq aylansin, go'shtning kilosi arzonroq aylansin, ozgina go'sht ko'p bo'lsa ham u zo'r bo'ladi. Birovga berganingizda ham, paketni ochganda ham kichkina qo'y bir xilgilari bor. Tovuq go'shtiga o'xshab chiqadi. Tovuq go'shtiga o'xshab oqarib chiqadi, oppoq bo'ladi. Chunki qo'zi bo'ladi. O'zimga ham anaqa ko'nglim xotirjam bo'ladi. Agar bolalarimiz borgan joyda muammo bo'lgani uchun bu videoni oldim. Uyga xonadon egasi bilib turibdi, bizdan bolalar ham biladi. Yolg'on gap yo'q bu yerda. Ochiq oydin, hamma narsa ochiq oydin. 50% narxi beradi deyilgan. Shu pul bo'lsa olib so'y beramiz degan. Olib so'y berganmiz. Lekin u klientga manzur bo'lmaydi. Men uzr so'rayman. Qimmat aylanib ketgani uchun. Bu sizlarga yaxshi video bo'ldi. Uzoq bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Charchamanglar.